alaykum barchaga. Assalomu alaykum hammaga. Bizning YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar kutgan o'sha kontakt ikkinchi qism rosa ko'p yozdinglar, kutdinglar va mana sizlar uchun qildik. Xo'p, bugun bizning mehmonimiz ana o'sha a'zosi Bunyodbek. Salomlashishingiz mumkin bemalol. Assalomu alaykum hammaga, duogo'ylarga, hojata, hojonalarga salom berib qo'yamiz. Patchi tashab qo'yamiz. Shu oy oxirigacha 100 mingta bo'lishimiz kerak. Bizga chunki YouTube kalchkasi обязательно kerak. Xullas, Bunyod aka, Muhammad Aminni ko'rdingiz degan umiddaman. Ko'rdim. Sizda ham xuddi shunaqa narsalar. Sizni tok bilan siylaymiz. Birinchi savolga ketdik. Bizani eslatib o'taman, bizani boshqarmang Hello Kids brendi. Xo'p, Bunyod aka, sizga 40 sekund vaqt beriladi. Agar birinchi odam topa olmasa, 30 sekundingiz qoladi. Agar keyingi odam ham topa olmasa, sizda 20 sekundingiz vaqt qoladi. Hozir qo'lingizga taqib qo'yganimizda, agar kimdir noto'g'ri topib qo'ysa, sizni tok bilan siylaymiz. Xo'p, birinchi savolni o'qiyman va kontaktingizdan topaman. O'zingizni fikringiz qiziq emas, bilasizmi yo'qmi, lekin kontaktingizdagi odam bilsa bo'ldi. Xo'p, birinchi savol. Bokschi Hasanboy Do'smatov qaysi viloyatdan? Feruza xolam, oyijonim. Teparoda bo'lish kerak. 0211. 0211 biladilar? O kim bo'ldi? O'rtog'im. O'rtog'ingiz ismi nima o'rtog'ingiz? Jo'lon. Jo'lon? Jo'lon o'rtog'im bor ekan, qolman tog'amizmi? Anaqa tuting mikrofonni. Aytib qo'y. Ketish bilan 40 sekund. Alo, o'rtoq. Boshlandi. Alo. Qalaysan, hozir YouTube kanalda syomka dedim-da, YouTube'ga, syomkaga edi. O'shanga hozir 40 sekund vaqt berilgan. Menga hozir senga savol beraman, javob berishing kerak-da. Bokschi Hasanboy Do'smatov qaysi viloyatdan? Bokschi Hasanboy qaysi viloyatdan? Bokschi Hasanboy qaysi viloyatdan? Bokschi Hasanboy qaysi viloyatdan? Bokschi Hasanboy deysan? Hasanboy Do'smatov bor-ku. O'sha qaysi viloyatda tug'ilgan? Hasanboy Do'smatov. 10 sekund vaqt qoldi, o'rtoq. E'tibor. Buxoro deyman, menimcha. Buxoro? Andig'i Buxoroga ovozing eshitilyapti. To'xtatdi. Уже vaqtingiz tugadi. Bo'ldi, уже vaqtim tugadi, rahmat. O'sha Buxoroda uraman. To'xtatdi. Yo, vaqtim tugadi do'stim. Vaqt ketyapti. Bo'pti. Bo'pti. Xo'p, qo'raman. Xo'p, Bunyod aka, agar to'kirsa, noto'g'ri topgan bo'lasiz, to'kirmasa, to'g'ri topgan bo'lasiz. 1, 2, 3. To'kirdi, noto'g'ri topdilar. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Ketdik. To'xtang. Hozir siz bizning videoyimizni obunasi ko'rasiz. Tez obuna bo'lib qo'ying. Kutaman. Obuna bo'lib qo'yaver, hech narsa bo'lmaydi-yu. Bo'ldi, obuna bo'ldingiz. Bo'ldi, endi videoni ko'ravering. Xo'p, Bunyod aka, birinchi odam topolmagani uchun sizda 30 sekund vaqtingiz qoldi. Agar keyingi odam ham topolmasa, уже sizda 20 minut vaqtingiz qoladi. 20 sekund vaqtingiz qoladi. Bo'ldi. Xo'p. Men ikkinchi savolni aytishni boshladim. Bor, o'shalarga bor. Agar siz senini davomini aytishingiz kerak bo'ladi. Siz emas, endi kontaktingizdagi odamni bering. Mana. Hop. Oyijonim, Feruza xolam. Feruza xola. Bo'ldi. Mana. Ketdi. 30 sekund vaqtingiz qoldi, ishoning. Agar buni ham topolmasa, уже 20 minut vaqtingiz qoladi. Xo'p. Alo, Feruza xola, yaxshimisiz? Hozir syomka dedim-da, o'shani ashulan davomini topishingiz kerak. Bor o'shalarga bori, o'shani davomini aytishingiz kerak, ketdi. O'shalarga bor. Agar o'shani davomini ayting. Eshitdingizmi? Javohir bilandimda birga qo'shilib aytadi, maylimi? Bo'pti, xo'p, bo'laveradi, kim bilan bo'lsa. Bor o'shalarga bor, agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq, kerakmi senga? Mendayim telbaroq, oshig'i bebor. Bor ashalarga bor, agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq, kerakmi senga? Mendayim telbaroq, oshig'i bemor. Xo'p, Bunyod aka. Agar hozir
to'kirsa, siz topolmagan bo'lasiz. Agar to'kirmasa, yutasiz. 1, 2, Bo'ldi. 3. Bo'ldi. Urmadi. Tabriklaymiz, yutdingiz. Endi keyingi savolga o'tamiz. Do'stlar, mana statistikani qaranglar. Shuncha odam bizning videolarimizni obunasiz ko'rar ekan. Qani tez obuna bo'lib qo'yinglar, statistikani o'zgartirib olaylik. Maktabda harbiycha fan bor. Uni qisqacha javobi nima? Bering kontaktingizga. Bering. Endi kontaktingizdan qidiraman. Xo'p, Dilrabo opam, Feruza xolam, Ulug'bek, Ibrohim, Adajonim, Diyor opam, Dilrabo opajonim, Umidajon. Umidjon. Pastroqga tushsa bo'lmaydimi? A? Pastroqga. Nig'mat tog'am. O'pdi. Nig'mat tog'amga qo'yamiz. O'zi ham stikerlar bilan qilingan ekan, o'zi ham Nig'mat tog'am, kurto achkili. Shunchalik kurtomi Nig'mat tog'am? Boshqa nomer bu. 100%. Bizga podpiska bo'lib qo'yinglar. Oy oxirigacha 100 mingta bo'lishimiz kerak va bizga YouTube kalkasi kerak. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Olmayaptilar. Olmaydilar. Bering yangi kontakt qidiraman, bo'ling, vaqt olmaylik. Ha, Bunyod ukam. Dilrabo qizim bor ekan. Shuhrat Reji. Shkur. Shohista rassom. Teparoganu. Sherzod, Shahnoz, Sasha. Shuri, yashasin Sasha deb 4 marta ayting. Yasashin. Shasha. Yasashin. Shasha. O'rtoqlar, kontakt show videomiz agar 50 mingta like yig'sa, Drujba Narodovda olingan katta masshtabdagi bekinmachoq ko'rsatuvimizni YouTube kanalimizga joylaymiz. Tepaga chiqqanda qaysi birigadir Xonimcha. Dildor opammi? Dilorammi? Vaqt ketyapti, men oxirgisini qidiraman, o'sha Luboyga qilaman. Men tanimaydiganlar ko'p edi, ikkita sim karta bor. Mana Dilrabo opam, Feruza xolam, Shu Dilrabo opam, Dilrabomi? Dilorammi? Dildor bo'lsa kerak. Diloram opa ekan. Uf. Bizga podpiska bo'lib qo'yinglar. Oy oxirigacha 100 mingta bo'lishimiz kerak. Bizga YouTube kalkasi kerak bo'ladi. Bo'ldi, bular ham olishmaydi bu. Ne, kontaktingizdagilar olishmaydi. Seriozli odamlar-da, uncha-munchaga olavermaydi. Qanday? Zo'rmi? Ishdan yoshimga charchamayapsizlarmi? Seryozni bo'linglar, seryozni, har biriga kulavermanglar. O'zlarini ukalarini esmayaptilar uni, serozlar ekan. Bo'ldi, ukalarini esmasdan. Bor, o'sha. Mana yig'laylar, olmayaptilar. Xullas, bu ham olmadilar. Endi 4204 buchi. Shunga bo'laveradi. Aytib qo'y, bu ham olmasa bo'ldi, shu to'kiradi. Biz shuncha imkoniyat berdik sizga. To'kiradi. Tit bo'ladi. Yo'q, nima edi? Maktabda harbiycha fan bor. Uni qaysi fan bor? Uni Alo, Muhammad Amin, nima gap? Qalaysan, hozir men syomkadaman-da, o'shanga javob topishing kerak, savol aytaman. Nima edi nom? maktabda harbiycha fan bor. Uni qisqacha javobi nima? Maktabda harbiycha naqa bor ekan, o'shani qisqacha nomi nima? Maktabda qisqacha fan bor. Uni qisqacha nomi nima? Qisqacha fan bor, qisqacha nomi nima, deymi? Maktabda harbiycha fan bor. Uni qisqachasi javobi nima? Jetdami? Milliy gvardiyami shunaqami aytchi? Xo'p, jetdami oxirgi anaqa? Bo'ldi. Tugadi. Tayyormisiz, Bunyod aka? Xo'p. Agar to'kirsa, noto'g'ri topgan bo'lasiz. To'kirmasa, to'g'ri. 1, 2, 3. Ana, 100% noto'g'ri edi, jet emas. Xapnami? O'zlar harbiy maktabda o'qiganlar. Milliy gvardiya bo'lish kerak, yosh gvardiya bo'lish kerak. 100% shunaqa. Ana, chaqabata ekan. Ha. Chaqabata. O'zini nomi nima deysiz? O'zi shunaqa deyiladi. Xo'p, bo'ldi, gap qisqartiramiz. Qisqartirib tejadi. Men xo'jayin. Keyingi savolga ketdik.
Men boshladim. Oxirgidan bitta oldingi savol. Bitta ism bor, uni teskarisiga o'qisam musiqa asbobi so'zi paydo bo'ladi. U qaysi ism? Voy, oson-ku, men bilaman. Mana. Xo'p, kimga qilamiz? Nigmat tog'am. Yo, bu yoqqa o'tganda oxirgilar 95-chi. bo'laveradi. Mana ustozimning nomeriga o'xshar ekan. Kim u? Kim u? Ustozimiz Gulbahor Mo'minova. Gulbahor oxirida vaziyatdan shunday silli foydalanib bo'lyaptilar. Alo, assalomu alaykum Gulbahor opa, yaxshimisiz? Hozir YouTube syomkasidamizda ovozingiz eshitilyapti. Menga savol berishgan, 30 sekundda javob berish kerak. Qaysidir ism bor, o'shani teskarisi o'qilsa, qaysidir cholg'u asbobi bo'ladi. Bobur rubob. Bo'l, rahmat, bo'pti. Yaxshilang. Xo'p, Bunyod aka. Afsus. Agar siz noto'g'ri topgan bo'lsangiz, 100% to'g'riladi. noto'g'ri emas. Agar to'g'ri topgan bo'lsangiz, to'g'rilmaydi. 1, 2, 3. Urmaydi. Men buni bilardim. Biroz sizga hozir tegim keldi. Oxirgi savolga o'tamiz va nihoyat ketdik. Oxirgi savol. Ronaldo oxirgi marta qachon oltin to'pini oldi? Mana. Xo'p. Bilsa kerak, Ronaldoning fanatlari ko'p, men tanishlari. 0-1-10. Bo'laveradi. Qilur. Balki 42-0 qilamiz. Qildik-ku. Ayoy. To'xtayman gaplashing. Hazillashaman. Alloh rozi bo'lsa. Alo, Jo'q, yaxshimisan? Hozir menga YouTube syomkasi dedimda, o'shanga 20 sekund vaqt berildi. Ronaldo oxirgi marta qachon oltin to'p olgan? 2017-yil. 2017. Anig'i? Ha. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, Bunyod aka, o'sha gap. 1, 2, 3. Yo'q. To'g'ri topdingiz. Sizda 3 ta so'z noto'g'ri, 2 ta so'z to'g'ri bo'ldi. Xo'p, Bunyod aka, sizni tabriklayman. Men bizlarni shunchalik hurmat qilib kelganingiz uchun ham rahmat. Sizni xafa qilmayman. O'shaning uchun Hello Kids brandidan sizga Hello Kids mahsulotlari. Mayli, kelasizlar, hozir qadarkan. Siz 3 ta savolni to'g'ri topdingiz. Ikkitasini to'g'ri topdingiz. Ya'ni kontaktdagilar to'g'ri topishdi, 3tasini to'g'ri topishdi. Xo'p, endi ko'rsatuv haqida fikringiz. Ko'rsatuv zo'r ekan, o'zi ko'rib keldim, mazza tomosha qildim. Pastga like bosib qo'yinglar. Yana ko'rishguncha, mana shu oy oxirigacha 100 mingta bo'lishimiz kerak. Qo'llab-quvvatlaysizlar. Bo'pti bo'lmasa. Xo'p, agar yana sizlar zo'r lekin. Agar yana sizlar Agar sizlar yana kontakt show 3-qismidan chiqishni xohlasanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz sizlar uchun har doim harakatdamiz. Bizga podpiska bo'lishni unutmanglar. Xayr, kommentariyaga yozinglar. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana bu eski videolarimiz bor. Mana shularning ichiga kirib, like va podpiska bosish esingizdan chiqmasin.